Assalomu vatandosh, Cumhuriyet bayramınız mübarek olsun. Asli bizning o chiroyimizga kulki jugaygan holatda bizning an'anaviy naqsh usullarimiz bilan Cumhuriyet kunimizni xotirlasak bo'ladi. Chunki atrofimizga nazar solsak, har qanday millat, har qanday davlat bayramini, Cumhuriyet bayramini ana shunday shaklda tabriklaydi. Ama nihayet afsus biz bu hukuktan mahrum. Çünkü biz vatansiz, bizning vatanimiz Jallat Xitoyning ishg'oliyatida ingrab Xalqimiz har kuni qon to'kyotdi, o'lyotdi, qirilib. Bunda holatda albatta bizni ikkala qo'lunboqcha deb naqsh usul bilan tabriklashimiz mumkin emas, ammo hamma Uyg'ur, hamma Sharq Turkistonlik bu Cumhuriyet gününü hatırlaydı. Çünkü işimizde yanılı qandaqlı bo'lmasin bir xil ümit bor. Cenab-ı Allah atrofimizdagi hech xiyolda yo'q shularga bergan erkinlikni, mustaqillikni bizga bir kuni berdi degan umidda yashaymiz. Albatta bu ham aldı bilen özümüzden tirishchilikqa bog'liq. Allah tilida umid qilish, Allah tilida tilash qat'iy yetarlik bo'lmaydi. Çünkü Cenab-ı Allah'ım degankan o, yaratish mendan, yarilish o'zingdan deb. Shunga umidsizlik shaytonning ishi. Ümit bilen de yaşaydı ekanmiz, inşallah biz şu kutgan nishonimizga yetamiz. Undaqda biz tilg'aylayotgan bu ümit nada? Vatanni bilamiz, vatandagilar tini qilolmaydigan holatda. Ozroqla ovoz chiqarsa bostiriladi, qiriladi, turmaga tashlanadi. Aşu vatandagi bechora xalqimiz ko'zlarini yana jiroqladi ki bizga tikadi. Xeyli ko'p sonda vatandoshlarimiz vatan sirtida erkin dunyoda yashayotidi. Biz gap qilolmaymiz, ammo shular dunyoga ongtidi va harakatga kelib bostirib keladi, vatanni ozod qiladi degan umidda. Undaqda bu ümit nerede oldu? Mesela çeteldeki, mesela bu halkımız ümit kütübatkan, şu çeteldeki müstakillik köreşlerinin ahvalı qandaq oldu. Bugün bununla kısa bir nazar sabitimiz ve objektif baha berimiz. Bununla uzun yıllardan, yani kaç yıllar oldu? 70 yıldaydı ki, bazılar 30-40 yıldaydı ki, iş qilib ben çıksam da bakandık bu dava. Muşununla yetekçilik qıvatımız deb şügerlerinin ahvalini halkımız bara körüp aldı. Olanın ətli bəşirsini eniq körüp aldı. Bu atalmış qurultay degeni, bu mehnetler qurultayı. Aşu Rabia Hanım yetekçilik qilib pelliga chiqqan dava halatıdan bir şafaq qıtayılıp asmandan yerga düştü ve Uygurlarımızın, Şarkı Türkistanlıklarının ve dünyanın nazarına düştü. Ular hazır zavallık yüzlengen halatda. Elbette bularmı yeni saylam qildik, hukukni yaşlarga ötküzüp berdik degan tek bir sadalarni chiqargan bo'ldi. Ama bularniki atalmış nimeleri, şu yeni çıkan atalmış yetekçileri, izbasarları deydiganga azroqla diqqat qilsak, bulardagi mehnatchilikning tugishinin tig'i bular degan o nishondan ko'p jiroq ekanligini ko'ra olamiz.
Şu resimlerini köydüğünle aylık saylangan yeni yetekçilik grupsi eğiti degenleri qarap bakınlar. Ulanın meynetçiligi, ulanın arsızki bir kısmının meynetçiligi aşapak deyilip düşken akıllarınınki mu yengilemez. Şu kadar meynet. Buladın bir qancha misal hep körümüz qayrındaşlar. Oldu bilen meyada bir kısa video bakya torda hemiz anlap şügen, madem köygen bir video var bir kısa. Anlap öteyle aldı bilen. Nime deydi bu yerde? Meni o Zümrət aynaldı deb kim deydi o sizga ya? Ne dik gapni keltirib kelgansiz juma? Va qancha xotin sarab ketsammi? Buni unab yumasma. Şu aşı vaqtda udul kelgan matada kan mig'alli yerim bor shu. Va uning ustiga do'lqinqon bilan ishi borligini madam udigan tursa. Hamda bakchi hikoyasini anglab ketganligini qizni. Bunda jim жүрген bilan u yuvash emasga. Şu hozirgacha da ishga aralashib ketyapti emas. Balkim onamni ko'ngliga ayandigini meni olmaydigini. Meni o Zümrət Mana bu bulanınki atalmış, yetilirgen uzun yıllar terbiyeleş arkalık yetilirgen danlık yaş izbasarlarının ahvalı. Şapak deyilip düşken akısıga bevasıta bağlaqlıq. Yani şunun annelerine varislik kalan izbasarları. Oylap bakın kardeşim. Bu vankatı danqıp pürketken bu bozuk. Hem Uygur biledi bunu. Bu doğruluk, cık toxtaldık, cık ispatlarını gösterdik. Muşundaq bir bozukның qışığa o qıta atılap Kanadadan bir nima teke isteydiğini toy qılmagan yaş kızını bunun aldığı əvətidir. Bunu Uygurlarımız bir nima qıp bədi deb təsvirləvatıdı. Hem de bu əxlaq buzuluşu məsələn mən şəxsən vətəndə köymügən. Bu şu çetelge çıkıp köydüm, meyran kalma, yakamını işlep kalma. Uygur bundaq millet emas. Ahlaklık, vicdanlık bir milletti. Bir dada, qandaq qılıp bir dada toy qılmağan kiçikkina kalı yüz kızını aşı bir meynet, buzuk resvanın tağımı tağ, bağımı bağı, hemra qılıp, atalmış dava qılışığa tutup beridi. Mana bulanınki dava ahlakı. Bir atı bolğuçunun, bir toy qılmagan kızının ahlakı. Yani buladaki bu meynetçilik tüzülüdüğandek mi sizlerce? Bu meynetler kurultuyu özünün pokunu adalap, pakiz alatda dünyaya qayta özünü namayan kılalıqadek alatda mı sizlerce? Muşu bir misaldırlar. Cevap tapalaysınlar. Onundan başka mumda qarsanlar, biz köymügen Uygur'un içinde neme deyimiz, anlap bakmağan bir resvaçılıklarını kalan, neme deyimiz, bir yeni moda bakın o hazır, neme deyimiz, toğurda seks kılıdığın da çatırgını kerip koyup, eremez mi yani? Ayal. Uygurlardan muşta birileri çıkıdı dep kıyas kağan mısılar? Yani şular sahnadan oturuptu. Yetekçi bulup, ma'meynetde kurultuyağa. Ben muşlarını da yine kollap
atrapida chavak chelib o'taqanlarga hayronman da. Bunun da bir misal var. Mesela birinin uzun deydigan bir xotin batı Avustraliyada. Burun izchil o'zini Rabia xonimning qizi ataydi. Rabia xonimning qo'ltig'idan chiqmaydi. Rabia xonimning Avstraliyadagi vakili edi. Ham Rabia xonim putlab yiqitilgan yangi dastlabki mezgillarda cho'qon silib Rabia xonimni anda qildi, ziyonkashlik qildi. Bu suiqasdchilarda tillab yurgan birisi tuyuqsizlar qurultoyda paydo qoldi. Atalmış qurultoyda. Anlaydı. Caranlık avazda özünün vankatip başlıq, kattı zatlarını, liderlerini ne kadar söyüdüğallığı, kollaydığallığı, özünün ne kadar cengi var, bir can şikerliğini şermendilerçe jakaladı. Yani bu ılığı ben Uygur'unu çok bilettim. İslam millette qaraydım, aramızda pes edem yaman köpke. Azıraq bir payda mənfəətini közləyən buluş mümkün. Tönügün tığı Rabia xanım üçün cenim pida deb toğlap жүрген, fəaliyyət qıb жүрген birisi tuyuqsuzlar Rabia xanımның bütün istiqbalını yox qılan, suiqasdçılarını yıqıtıb öyrəgən və əşəddi düşməni hesablanadigan şu meynetler kurultaylık ki şu atalmış liderlerinin kuşkuğu özünü etip hem resvalaçı bütün dünyaya özünün asli kıyafetini gösterip koydu. Yani özünün ne kadar pis bir insan işkenliğini gösterip koydu. Bana muşundakla yaman köp bu meynetler kurultuydu. Bunda dikkat kısanlar şu resimdeki insanlar karsanlar hayatta nəhayət təs tapqılı olduğan meynət, pəs, yaramsız insanların şöyle jığılğanlığını görə alaysınlar. Onlarını şu türmüyət etib çıxanların cinayet ötküzüb. Qatıllık qılıb, adam ötürüb, hazırgacha jazalanmağanlar jürübdü meclisini kerib. Bayıqalıq birnimiz zundun degende pəskeş qotullarımı jürübdü, nomus qımay yiyib, mən insan deb. Hem bundaq insanların ki uyağı toplanışı, bu meynetler kurultuyunu devamlı qollaşı normal iş bir bence, normal bir iş. Çünkü ola şu meynetler kurultuydan başka özgü layık bir yer tapanmaydı. Olağa birden bir kuşak açıdığan, olanı təvrenmez cəngçiləri hesaplaydıqanlar birden bir meynetler kurultuyu. Onun için acayip yaramsız bir tırnıqçılık qımıtı yox bir insanlar var da. Mesela mən turduğum bir şeyde, benim etrafımda yaşadığım bir poxtağır var. Həmmədən onu poxtağırı deb təsvirləyimiz. İlgirkin yaramsız birisi. Hayatımda köygen en yaramsız insan. İnsan da işmi o insanlıqqa haqarətdə birisi. 20 neçə çətəldə yaşayıb okeydən başqa bir ağız gəp bilməydiğan. Nimeli qısa, nimeli nəgili varsa, mən bilməyəm bu işlərini, mən bilməyəm deb yaşaydiğan bir poxtağırı. Uzun yıllardan qarsanğa özü boynu qoyğu otaqda yesibmiş qurultayının təvrənməz vəkili. Yani, imdeysən, muşundaq məxluqatlardan şəkillənən bu meynətlər qurultayı minacı artıq gəpilişmə acəsiz. Yani abayakın misalladırlar, bularının ne kadar yaramsız, ne kadar meynet insanlar şikayetli çıkıp duruptu. Bularının menişi nəgişi olmakçı. Tamam. Bu meynetle toğırlık artık şikayet kılışının maaşı yok. Şimdi hazır şu bir neçe yıl kaldı. Nimdeyimiz müstakillik deydiğin bir ikam kanalımızın şekillendi. Davası peşkege ayrıldı dep mu təsvirləydi bəzilə. Ama bu müstakilçilik iradəsiliklə uzundan bu yan battı. Ama
bunda qiliqi meydan ayırıp roşan alda ağula vatan satqullar, münafıqlar biz ular bilan yo'limiz bir emas, biz o'z yo'limizda mangimiz deydiganlar roşan meydan ayırıp chiqdi, ham ayrim harakat qildi. Bu bir yaxshi ish. Chunki abay tilga olgan umid mana mushularda. Xalqimizniki ko'z tikidinimi vatanning ozodligini qo'lga keltira oladi deydiganlar mushular. Chunki bularning tutayotgan yo'li birdan bir mustaqillik yo'li ham to'g'ri yo'l. Gerçi baytilga olgan mehnatlar tuyuqsizlar. Tek 2 yilning oldidilar irqiy qirg'inchilik desak to'liq isbotimiz yo'q deb yurgan bir nimalar hozir qarasanglar mustaqillik deb to'g'laydigan bo'lib qoldi. Irqiy qirg'inchilik deb to'g'laydigan bo'lib qoldi. Sababi nima? Nim bo'ldi? Nimasi o'zgarib qolding? Nimishqa nizomnomanga yozolmaysa, irqiy qirg'inchilik mustaqillik deb desa, beshini toshbaqadek kishiga cho'kirib oldi. Gap qolmaydi. Chunki o shuarlarning butunlay o'yin ekanligi, xalqimizni aldashdiki bir vosita ekanligini hammamiz bilamiz. Ondaqda men mustaqilchilarga bir diqqat nazar beraylik, qanday bularning ahvoli qanday o'tadi? Aldı bilan bu mustaqilchilarni tilga olganda o atalmış hukumatlar to'g'risida to'xtalishga to'g'ri keldi. Chunki eng dastlab mustaqillik deb maydoni aniq, ya'ni nizomnomasiga yozib chiqqanlar shu hukumatda, ya'ni 2004-yil qurilgan chog'da vatanning mustaqilligini qo'lga keltirish birdan bir nishonimiz deb, ya'ni hukumat degan aslida bir mustaqillikning simvoli. Işte namda chiqqan bo'lar 2004'te. Gerçi o vaqtda hech qanday bir ommaviy asosi bo'lmasa-mu, ya'ni o'xshamagan davlatlardan vakillarni akilib, peshqadamlarni akilib bir hukumat qurilgan shu chog'da. Onunga gerçi qadamlar qo'shilib ketmagan bo'lsa-mu, ayni vaqtda, ammo qandalımızın bir qıpaqson bu hukumat degan ishni boshlabdi. Qıpaqson inshaalloh bir natijasi yaxshi bo'lib qolsa, ajab emas deydigan bir orzu umidim bor edi, ammo biz haqniki bir ish qilmag'imiz yomon tezki. Bu nomni petiqdab nait namusqadek bir holatga kelib qo'ydi bular. Mustaqil atalmış hükümetlerinin köpliğinden beşimiz ağrıydı mesela. Ne deyimiz endi o'qishdanmidi bu ishni qamlashtiramidi? Bu hükümetlerning quvvatida bir qisqa bir nazar solsak, bu abaytilg'aga 2004'te qurilgan hukumatning biz davom edib yurgan birisi bor hozir. Bir yozuvchi peshqadam o'z oldiga julub chiqib bir qism yiqildiri bilan qurib olgan bir oilaviy tashkilot. Ya'ni bular hozirgacha biz birdan bir hukumat deydi, o'qani ayni vaqtda o mehnatlar qurultiyi biz birdan bir deganga o'xshash. Ammo bu birdan bir hech asosi yo'q. Bunda deydigan hech asosi yo'q. Chunki ommaviy asosi yo'q. Ularning ahvoli qanday va bayroqlar qarab boqinglar. Nemishqa bayroqlari tiklaklik, odam yo'q. Bu nihoyatda aniqki ommaviy asosining yo'qligining sababidandir. Ya'ni bularni tirishib baqqan bo'ldi, ya'ni nima deymiz? Ishni ejvatdi xalqimizga yey, saylam qilimiz yey degandek bir ishlarni qilib baqqan bo'ldi. Jumladan menmi masalan 2019'da Washingtonga berib bularningki shu xalqni taklif qilamiz. Hukumatning ishigini xalq eshiyapti degan keyinki tunji faoliyatiga borgan bo'ldim, ammo u yerda ko'rdimki bir guruh, ya'ni ma'lum bir shahardan kelgan bir guruh bir oilaviy tashkilotga aylantirib olgan ekan buni. Ular o'zlariga qarshi fikrdagilarni qat'iy yaqin keltira olmaydi ekan. Ozroqli fikr qilganlarni putlab chiqtirib o'tir ekan.
tutqa yo'li aynan mehnatlar qurultayga o'xshash. O xalqqa ishni ichbat to'xtaganlar butunlay siyosiy o'yinki. Shuni billa chiqib yurgan yaqin sabdoshlarini qarlab, tillab, shunda satlashdi o'shalarda ko'rdik. Ya'ni sizlar bakın qayrindosh vatandosh, mushlar hukumatmi? Ma'u yalnız tiklik bayroqlar adam yo'q. Hatta ba'zilar uni yaymachilik tavopdi. Mushu quruq bayroqlarni tiklash orqali biz vatanni ozod qilamiz deydi. Hem navati kulkulik yer shuki, oxirgi bir adimimiz qolg'icha bu sharaflik nomni, ya'ni hukumat degan nomni yomon niyatdagi odamlarning qo'liga tutqizib qo'ymaymiz. Bu qanday shuar? Hükümet adam yok, hükümet mi bolamda? Bir adam, ikki adam bilan qasımı hükümet bolamda. Hükümet degen bu Uyg'urcha gap qo, onun namını bilmemsizlar. Hükümet degen bir davlatning vakili, bir davlatdagi umum xalqning vakili degan gap qo. Qani bu umum xalq atrofinglardagi? Nimishqa adam yo'q atrofinglarda? Yani nimishqa cahillik bilan biz hükümet birdan bir hükümet bir adam qolg'icha bu sharaf nomni hech kimga dushman kuchlarga Xitoyning jasuslariga xoin munofiqlarga tutqizib qo'ymaymiz deb chaqirib olsinlar. Men rais, men cumhurbaşkanı, sen xoin munofiq, chunki sen meni tanqidlading, men tarafda turmadim. Muşu gapingdan chiqib turdi kallanning da'volig'isiniki. Yani nomus qilmaydigan bir gapi bor, muşu yaqinda aloqa qilib kulib qilib qopdimi. Ya'ni ba'zilar bular bilan aloqa qilsa, nim debdi, biz odatdagi bir tashkilot emas, sen xohlagancha aloqa qila oladigan. Bizga cho'qim yozmachi shaklda aloqa qilishing kerak. Bu bizning ish bajarish prinsipimiz. Çünkü biz şu Amerika hükümetiga o'xshash, Kanada hükümetiga o'xshash, Angliya hükümetiga o'xshash, Germaniya hükümetiga o'xshash tang darajadagi hukumat. Masaranglikni ko'rdinglarmi? Ya'ni kallangning obdalla da'di bo'lmasa, sen mushu oltin bilan o'zingni Amerika hükümeti bilan selishtira olamsan, tang o'rin qo'ya olamsan? Muşnundan çıkıp turmamda, yani birisinin hiç qanday ammaviy asansının yo'q. Atrofdan qarasa 5-10 odam bilanla tok quruq shorto'lab, bir Twitterni echib olib, bir o'rindiq bilan Twitterga yozib pastoqlab, hukumat, hukumat xat yozib, bayonnoma e'lon qilib o'zsang sen o'zingni hukumat hisoblab qolding, shundaymi? Atrofda 5-10 odam bo'lsa yetarlik. Sen Sharq Turkiston xalqining hukumati. Sen oldinda doktorga kallanını davaladı. Psikikanını davaladı. Anın deken hükümet. Degen namni qo'llanishga urun, tirish. Tamam mı? Bu bir atalmış ben birden bir davatga hükümetninki bir misali. Yana bir hükümet nima qo'yibdi, ona qarab baqsaq, yana bir hükümet ochliq e'lon qilibdi, qarindoshlar. Asli bu hammamiz qilishga tegishli ishlarning birisi. Ya'ni boshqa qo'limizdan kelmagandan keyin Uyg'urlar yuzlab, minglab ochliq tashlash kerak. Amerika parlamenti, BDT'ning oldi, Yevropa parlamentining oldi hamiyada Uyg'urlar yetib olishimiz kerak. Ölüp ketishimiz kerakdi hatta. Çünkü qoralog'idek halimiz yo'q ya. Ama ağzımızda vatanni ozod qilamiz deb to'g'laymiz emasmi? Unda o'g'andan keyin azroq qurbon berish ro'y bo'lishi kerak. Kollektiv holda ochliq tashlashimiz kerak. Ma'voyligi biz avam xalqning umumiy ovozi bilan hükümetin qaytadan saylab chiqamiz deb faoliyat qilganlar bir mezgil sakrab chiqib ko'pchilikni diasporalik Uyg'urlarni bunga ovoz qo'shishga bu faoliyatga
bir haqiqiy hukumatni saylab chiqishga tirishqandi. Mao ayol ismini unutib ayolning Nurgul Saud. Dastlab bir bu saylanmışlarning tartiblarini yezib chiqib, bu men hech qanday saylanma qatnashmayman, men faqat uyushtiruvchi, men shu hukumatni saylab chiqish ishiga yordam qila olsam da, biz muvaffaqiyatli holda shu hukumatni saylab chiqa olsaqlar, mening vazifam ada bo'ldi, men hargiz o'zimni nomzod ko'rsatmayman deb bir bilan deb shu oxir kelganda qarasak, o'zini Cumhuriyet saylab oldi. O faoliyatiga xalq hech ovoz qo'shmadi. Asosiy sabablarning birisi bu hukumat degan nomning sezib ketganligidan, ya'ni xalqimizning seskanganligidan bu nomdan. Hech kim ovoz qo'shmadi. Atrofdagi 3-4 odam bilan qopdi, yana birisi 5-10 ministerlikni kiyishib, o'zi Cumhuriyet bo'lib mayol. Bunimni qurgan bo'ldi hukumatda patib olibdi. Ama qarasanglar, bu bayroqning endi herhalde bir adam bakya. Bir adam bo'lsin bakya. 7 kun bo'lsinmi? Ochliq e'lon qilibdi. Oldingi epizoddan yaxshiroq deb o'ylayman. Quruq bayroqlarni tizib qo'yib namoyish qilganda yaxshiroq bo'pti anim bo'lsa. Ammo bu hukumatmi? Bir kishilik hukumatmi bu? Qanday uniki atrofdagi odamlari? Yani şu kurvağına ben Facebook'ta bir betni tüzülüp hükümetten namıdan şertten etip yürüdü oturup orundağıda da ayakkabı yanlatnama, ayakkabı yanlatnama, hükümet anda kılış gerek, hükümet manda kılış gerek. Ne et kükürük hem peskeçlik var hesapta bir xil. Şuna bu hükümet degendeki ahvalın muşu kıyındaşlarlık, destek, müstakillik de meydan çıkarılan iki vekillerinin ahvalı bu. Demek ki bu hükümet degen bu meynet oyun hazır halkımız seskinadigan bir halette. Onda olsa bu müstakillik deb ayrılıp çıkarılan iki kağalları kimler degende bir qism peş qadamda, yani bir grup bilinishga tirishib baqdi. Bo'lmadi. 2017-mi 18'de Gollandiyada Sharq Turkiston mustaqillik harakati deb bir tashkilot qurilmoqchi bo'lgan. Men borgan uningga. Dastlabki faoliyatlar qatnashgan, oxiri o shakli o'zgarib Milliy Majlis degan bir buni qurib, uning yondosh holda mustaqillik tashkiloti qurilib, bu faoliyatlarni uyushtirgan odam bu Milliy Majlis degan bir qalpoqni kiyib Turkiyaga ketdi. O mustaqillik tashkiloti qurildi deb e'lon qilindi, hozir yo'q. G'oyib bo'ldi. Bizda tashkillash iqtidori bor odam barmoq bilan sanasak bir ishkisi chiqamdi, chiqmadi, yo'q-ku. Xalqimiz uyg'ondi. Xalqimiz hozir hamsi mustaqillik degan bo'ldi, bu aniq. Ammo shu xalqimizni diasporadagi xalqimizni yetakligidek odam yo'q. Şunun bilan nima bo'ldi deganda, ko'pchilik yoshlarga ko'z tikyapti. Cho'nglarning holi shuki, endi umid faqat va faqat yoshlarda qoldi deyilyapti. Ondaqda bu yoshlar nima qotdi? Bu yoshlarning umid bormi? Bu yoshlar harakat qilayotganda xilajlab qoldi. Ama o'ttirib sakrab chiqqani yo'q. O'zlarining ayrim tashkilotlari bor, ammo hech qanday bir tashkilotningki diasporadagi avom xalqni yetaklash iqtidori yo'q-ki. Qurbati yetmadi, uni ko'rdik. Onun uchun birdan bir yo'l birlashish. Shunga yaqinda o bir imzo faoliyatidan keyin bir mustaqillik munbiri qurilgan bo'ldi. O atalmish hukumatningki baş oluşu, yani teşkilleşi bilen bir munbar kurulgan oldu. Çoğun ümitler bilen o yaşlarımı geldi, çoğlarımı geldi bu yerge. 20 teşkilat mı ait ağır. Bir müstakilçiler onu bir kurulgan.
Ama nihayet afsusiyaliki bir adam kalsakmı ahırgıca bu hükümetni hiç kimge tutquzmaymiz deydigan cahil unsurlar o yerdeki teşkilatlarınki hamma ishni o'rtaq maslahatlashib qilish, ya'ni hamma organ tashkilotlar barobar bo'lish degan prinsipini qabul qilolmadi. Ya'ni hammaga biz yetakchilik qilamiz. Bu yerga yig'ilgan tashkilotlarni biz chiqqan, hammasi bizning ichki ishlar ministrimizga qaraydi degandek bir pali-patish bir nimasini ko'tarib chiqib, oxiri u munbarni buzgan bo'ldi. Şunlar o ya munbardan bir qism 13-16 tashkilot ayrılıp chiqqan bo'ldi. Qayta tashkillanmasak bu abga bu nerva saykolar bilan bir ish qilish mumkin emasga umid yo'qkan deb ayrılıp chiqqan bo'ldi. Bular harakatlanayotdi. Bular qanday shaklda o'tirg'i chiqadi, xalqimizning oldiga chiqadi, uni ko'ramiz. Inshaalloh oxirgi umidlarimizni balkim shu yerdan ko'ra olishimiz mumkin. Hammamiz shu orzuda. Ama unutmayla qarindoshlarım. Biz o kadar yaramsızmı deganda o kadar yaramsız emas. Aramızda yaramlı insanlar bor. Muhimi mushu yaramlıqlarni bir yerga akilish. Aramızda bir lider sanalgan birisi yo'q. Holatda hammamiz bosh qo'shib bir yerga bir liderni yasab chiqishimiz kerak. Boshqa yo'l yo'q bizga. Urabiya xonim yiqitilgandan keyin lider qolmadi aramızda. Hazır onda bir ovoz bilan bütün xalqimizni yetaklay oladigan bir inson yo'q. Undaq ekan, do'ppimizni oldimizga qo'yib o'tirib, ash liderni yaratishimiz kerak, yasab chiqishimiz kerak. Mukammal bo'lmasimi? Ben mushu bo'lib qoladi, shuni qo'llayli, yo'layli deb har birimiz ovoz qo'shib, bir yetakchini o'tirg'i chiqishimiz kerak, ham uni izchil qo'llab, mushu oxirgi umidimizni maydonga chiqarishimiz kerak, qarindoshlar. Unutmayli, hazır vatanning vaziyati bek keskin, bek eg'ilishib ketyapti. Agar yana hozirgidek yaramsizlikni davomlashtirsak, Uyg'urlar haqiqatan Sharq Turkistonliklar tarix sahnasidan yo'qolib ketadi. Bunun bir qancha misollari bor, qarindoshlar. Ko'rib beqinglar bu misollarga. Masalan, Mao bir mezgil men to'rda ko'rib, qattiq cho'chigan bir video. 这多少钱？这个18.7，这也来不了，太贵了。喜欢可以讲个价，我要的听你讲的对吧？买卖嘛，那我要的话，怕你打我呀。没事，小伙子放心大胆的讲价。 20。Ko'rib qarindoshlar. Biz o'qiyotgan mezgillarimizda, biz Bejingda o'qiyotgan mezgilda atrofimizda Xitoy va boshqa yerliklar, boshqa bizning Uyg'ur qizlarimizni ko'rsa, shu yiqilib qoladi. Nima chiroyli Uyg'urlar. O o'xshash. Nima degan chiroyli qilib shu. Bir amallarni qilib, Uyg'ur qizlarimizga yiqilishga, so'kilishga tirishadi. Ammo pala qayg'ini yetdi, og'iz burni qonib qoladi. O yaqin kelish emas. Yomon ko'zidan qarsim qayg'ini yetdi. Bizning vatanimiz shuti. Vatanda bir Uyg'ur qizga birsi bir Xitoy chaqilib qo'ysa, buni qilsa, darhol qayg'ini yetdi. Hatto o'tirib Hozirgi holimiz nima bo'libdi, qarindoshlar? Bizning suyimli chiroyli qizlarimizni ochiq oshkora baho qo'yib sotadigan holatga kelibdi Xitoylar. Ani ko'rdinglar? Baho qo'yib sotyapti. Nemishqa? Biz igi chiqarmadik, biz latilla, biz yaramaslar igi chiqarmadik. Aşu qarindoshimizni qutqizamadik, ashning igi bo'lamadik. Vatanda mayli. Mushu shatarda erkin dunyoda turib bir Xitoyga bir mush atamadik. Bir Xitoyning burni qantamadik. Qaysi yuzimiz bilan gurgurgur so'zlay olamiz? Yo'g'on sho'rlarni to'lay olamiz? Nomus qilaylik abgallar.
Hem bu Xitayda Uyg'urlarni shundoq setish, o'ttirish, tug'mas qilib qo'yish, galvon qilib qo'yish, shunday shakllardan boshqa yana Xitoyda bir sunniy Uyg'urlarni yasab chiqyapti. Ya'ni Uyg'ur emas, Urg'uylarni yasab chiqyapti. Nemishqa deganda hozir ma'laqi lagerlar, keng ko'lamda lager ichib Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik ilib berilyapti deyilgandan keyin, chet elning besim ochgandan keyin qirilib ketgan Uyg'urlarning o'rniga Urg'uylarni yasab chiqyapti. Ya'ni qaysi Urg'uylar bu? Ma Urg'uylar. Ko'rib boqinglar. Acitsiz. Yani Xitoy nimishqa bu Urg'uylarni yasab chiqdi deganda, chet elliklar bo'lsa, do'ppi kiyg'osizlar, ushla o'ynasizlar, Uyg'ur sanaydi emasmi? Ash yo'qolib ketgan Uyg'urlarning uylariga mana shu Urg'uylarni yerlashtiryapti. Ash yo'qolib o'lib ketgan Uyg'urlarning yerlarini shu Urg'uylarga beryapti. Turkumlab yetishtirib ularni Uyg'ur deb dunyoga tanıtyapti. Halimiz bu qarindoshlar. Artıq gap qilishning hojati yo'q. Quruq shuvarni to'g'lashdan burun tamg'i ishkini usib etib, men nima deyapman deganga bir javob ber o'zingga. Shu yo'g'on shuvarni to'g'lig'idek haling bormi sening? Asosing bormi? Aslında layık iş kılalamsa, aldı bilen mananga bir cevap be. Anandaki yoğan şuarlarını toğla. Anandaki namus kılmay ben hükümette, ben falan yoğan teşkilat, falan yüzü adımım var de. Ben Xitayga karşı andak çıkıp ettim, manda çıkıp ettim de. Tamam mı? Şuna qarindoshlarım ameliyatchan bo'layli. Quruq shuvarni azroq to'g'layli. Biz qilalig'idek ish bo'lsa qilayli. Oxirida yana bir qatim deydiganim Cumhuriyet kuningiz muborak bo'lsin.